bo'lar ekan odamlarimizga yengillik qilsa, 22-apreldan bir haftalar oldin aytgandim, banklar, moliya uyushmalari shunday bir qiyinchilik qilyaptilar odamlarga. Mobil ilovalar o'zim nomida bo'lmasa, bank xizmatlaridan foydalanishda qator cheklovlar joriy etilyapti. Endi bu qiyin bo'ladi. Onlayn qilish kerak, buni elektron qilish kerak deb chiqishlar qilgan edik. Mana bo'lar ekan-ku endi. Mana bunaqa telefon raqamlarini do'stlar, endi bu reklama emas bu. Prosta qo'limda bor. Men bugun ham o'zim mana shu xizmatdan foydalandim. O'tkazish uchun ofisga borib, ularning ofisiga borib o'tirib vaqt ketkazish, asabbuzarlik qilish, navbat kutish shart emas. Endi bitta telefon orqali ham bormasdan amalga oshirsangiz bo'ladi, hozir aytaman. my.go.uz portaliga kirasiz yoki uning ilovasini telefoningizga yuklab olasiz, shaxsiy kabinet ochasiz. Ochganingizdan keyin mana hozir rasmda ko'rsatyapman, xizmatga kiritilgan joy bor, lupali turibdi. O'sha joyni bosasiz. Bosganingizdan keyin men aytgan so'zlarni yozasiz. Telefon raqamini degan so'zni lotin alifbolari bilan yozasiz. Yozganingizdan keyin mana yana rasm chiqdi. Gapim bilan bir vaqtni o'zida aylanyapti. Telefon raqamini qayta rasmiylashtirish degan xizmat chiqadi. Ustiga bosib kirganingizdan keyin xizmatdan foydalanish o'sha qaysi mobil aloqa operatori bo'ladigan bo'lsa o'zi xizmat narxini belgilaydi. Bir kundan 5 ish kunigacha ko'rib chiqiladi va qayta nomiga rasmiylashtirish amalga oshiriladi. Qarang mana. Bugun zamon rivojlanyapti. Bugun texnikalar asrida yashayapmiz. Hamma masalamiz mana bitta kompyuter qurilma orqali amalga oshirilyapti. Mana shunday zamonda, mana shunday vaqtda endi odamlarimizga qiyinchilik tug'dirmasligimiz kerak. Na davlat xizmatlarida, na mana bunday mobil aloqa operatorlarining xizmatlarida. Do'stlar, ushbu xabarni barcha tanish-bilishlaringizga maksimum darajada yuborib qo'ying. Agar bir telefon raqamini ikkinchi tanish birisini nomiga, oila a'zolari nomiga o'tkazib beradigan bo'lsa, ovora bo'lib borib o'tirmasin. Mana shu tushuntirishim asosida MyGo ilovasi orqali o'tkazib olsa ham, qayta rasmiylashtirib olsa ham bo'ladi. Doim aytganimdek, Kaminani ijtimoiy tarmoqdagi barcha sahifalarini kuzatib boring deyman. O'zingizni ehtiyot qiling. Malakali yuridik xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqib olasiz.